Assalomu alaykum akalar. Bizda kabinali modellerimizdan kelgan ko'rsatma bilan ko'rishlar cho'tki bilan bu tayyor modelimiz akalar. Yana buni o'zini shumkalari boshqa narsalar qilib qo'yilgan. Как ko'rgan holatda narxi ham juda ham arzon akalar. Bu kabinaligi juda ham arzon narx akalar. Narxini oxirida aytib o'tamiz, video oxirigacha ko'ringlar akalar. To'g'ri ko'rsatma, old tomonlar, polni hamma faralar cho'tki ishlaydi mana. Bu tomonning faralari, emitter qo'shimchasiga yana bitta fara, bitta fara bo'ladi, keyin tepasida yana qo'shimchasiga faralar bor o'zini akalar. Umumiy hisobda 6 ta farasi bor buni akalar. Oldi dvorlargacha bor, tepasida o'zining qancha reshetkalari ham bo'ladi. Ya'ni tepasiga ham qo'shib tunkirab ketsalar bo'ladi. Shugina ochilishini ko'rsanglar bo'ladi, cho'tki bo'ladi akalar. Aylanasiga polni shumka qilingan ko'rsanglar bo'ladi akalar. Eshiklari ham polni, hamma joyi shumka qilingan akalar bu modelimizni. Onalar polni 100% tonirovka bo'lgan akalar, mana ko'rsanglar bo'ladi. Tashqari tomonda umuman bilinmaydi. Ichkari tomonda ko'rsanglar bo'ladi. Cho'tki bo'lgan. Keyin buni rullari ham juda ham yumshoq bo'ladi. Endi o'zi qo'shimcha narsalar ham bo'ladi. Ekranlari mana tablolar polni elektronniy. Skors qismiga kiradigan bo'lsa, ekranda o'zini skors qismini bunaqa qilib qo'yilgan. Ya'ni bu boshqarishga ancha udobli. Bu yerda o'zini zadniy kameragacha bo'ladi. Outputlar kiradigan bo'lsa, akalar bu mashina pulti bilan bir xil qilib chiqarilgan. Ochilib yopilishlari hammasi cho'tki bo'ladi akalar buni. Tepada o'zini luklari bo'ladi, ikkitadan ventilyatorlar bo'ladi akalar. O'zining ichida akalar magnitofonlari ham и qo'shimchasiga o'zini pechkalargacha bo'ladi akalar. Ko'rishlar как положен holatda cho'tki turibdi akalar holati. Bu tomondan ko'rishlar bo'ladi. Orqasida o'zini balonlari ham shiroki bo'ladi, juda ham tishlarini ko'rsanglar, masalan, katta bo'ladi. Eng akalar, eng muhimi keladigan bo'lsa, akalar bu modelimizni o'zini zapaska balonlarigacha bo'ladi akalar. Buni akalar narxiga kiradigan bo'lsa, $1350 dan qilmayapmiz. Endi ozgina o'tib bergan joylari bor akalar. Pastni bilan tezda telefon qilib zakaz qilishlar bo'ladi akalar. Bu bir tonali modelimiz uchun ancha arzon narx akalar. To'g'risi biz O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz ham buni naqdga ham nasiyaga olsangiz bo'ladi. Nasiyani istalgan yo'li bilan olsangiz bo'ladi. Ya'ni Qo'qon shahri yoki atrofdagi hududlarda bo'lsangiz, masalan, hech qanaqa limit yoki boshqa narsa talab qilmaydi, faqat 25 yoshdan oshgan bo'lsa ham bo'ldi akalar. Shunga qarab turib xudo xolasa chiqarib beraveramiz. Bundan akalar keyin operatsiya orqali boshqa viloyatlardan oladigan bo'lsangiz, Series operatsiya orqali 12-24-36 oygacha beradi. Unda sizlarda bitta pasport, dokumentlarni hech joy bo'lsa bo'ldi akalar. Shu orqali chiqarib beramiz. Pastni qoldiramiz, tezda telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ladi akalar.